Assalomu alaykum. Biz kelib turgan lokatsiyamiz Termiz shahar sohil. Mana bu Yashil dunyodan kelganda Chorrahadan shu yerda Samoyka bor, Samoykani oldi, Guliston arka bor, Guliston arkadan to'g'riga ichkari kirib kelganda endi bu oxir deb bo'lmaydi, chunki bu yoqdan holi yana hovli va yo'l tushar ekan. Biz lekin hozir kirib kelgan holatimizga oxirida turibmiz. Mana kelib turgan joyimizda 20 ga 25 bo'lgan fasadi, umumiy maydon 5 sotiq bo'lgan, yashash uchun esa 5 ta xonadan tashkil topgan. Mana bu uchastkamiz sotuvga chiqaryapmiz. 20 ga 25 1 yil oldin ko'tarilgan, ya'ni 2025-yil xom g'ishtdan ko'tarilgan. Mana bu bitta derazasi qo'yilgan, qolgan derazalari olib kelib qo'yilgan. Barcha derazalar qo'yib beriladi. Orqa tomoni mana bunaqangi mokri asfalt rangda, old tomoni esa oq rangdagi akfalar hammasi Toshkentdan olib kelingan. Yurtdoshlar. 20 ga 25 fasadi. Kirib yashashga 80% bitgan. Ya'ni ichki remont qolgan. Ichki remontni bitirib bemalol kirib olish mumkin. Mana bu bitta mashina kiradigan tashqi katta darvozasi, bu esa bitta ichkaridan, ya'ni olgan odam ko'chib kelib bu tomondan o'zi kiradigan qilish mumkin. Buni ham kelajakda barq olib tashlab bitta mashina kiradigan qo'yish mumkin. Tashqi eshikdan kelib chapga qayrilganimiz bitta katta mehmonxona, hozir yopiq ekan. Bu tomonga esa 4 ta xonalar joylashmoqda. Aytib o'tganimdek xom g'ishtdan ko'tarilgan. Tepaga mana bu kirganda to'g'riga sanuzeli joylashmoqda. Demak, 3 ta xona, bitta zimniy kuxna, ya'ni oshxonasi qolmoqda. Yurtdoshlar, keling. Uzunasiga bu tomoniga 25 va bundagiga 20. Mana chegaramiz mana shu betondan to'g'ri qilib narigi tomoniga 20 metr qoladi. Ulguring, shoshiling. Bizdan uy so'ragan, yer so'ragan mijozlar bor edi. Mana bu ikkinchi chegarasi. Fundamentlari quyilgan, loyihalari bo'lgan ekan. Bu yerdan bemalol hojatxona, vannaxona, oshxona hammasini loyihasi qilingan. Men albatta Telegram ijtimoiy tarmoqlariga o'sha loyihalarni tashlayman. Bemalol agar loyihani ko'rib chiqasiz, yoqmaydigan bo'lsa, o'zingiz xohlagan usulda loyiha qilib, bemalol uyda kirib yashashga tayyor holatda olib kelishingiz mumkin. Eng muhimi, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Gaz bor demoqchiman. Oldi soatga hujjatlar tayyor turibdi. Ulguring, shoshiling. Narxi 620 million so'm deb baholanadi. 5 sotiq. Yerni sotiqni hisoblab ko'rgan taqdirimizda ham hozir bu yerda 60-70 million so'mdan bo'lyapti. Bir sotiq yerning narxi. Xom g'ishtdan ko'tarilganiga aytib o'tganimdek 1 yil bo'ldi. Maktab bog'cha so'raganlarga 17-maktabga borishadi. Bog'chalar endi ko'p. Mana bu sohildan, o'sha ko'chadan kirib kelganda ham 2 ta 3 ta xususiy bog'chalar hammasi bor. Pastda qoldirilgan 99 kod bilan 347 12 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu raqamda WhatsApp, Telegram barchasi ishlamoqda, vatandoshlar. Ulguring, shoshiling. Mana shunaqangi joy izlab yurgan tanishlarga videoni tezda jo'natib qo'ying.